Embrion желтушный мешочек hosil bo'lmaydida. Желтушный meshочек bolani ovqati. Когда желтушный meshочек bo'lsa, biz demak rivojlanadigan, o'sadigan bolada xulosa beramizda. O'shandan keyin желтушный meshok yonida embrion chiqadi. Sizda желтушный meshok ham yo'q, embrion ham yo'q. Agar eshitgan bo'lsangiz, tuxumni sarig'i bo'lmaydigan oq bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa narsa odamlarda ham uchrab turadi. Ya'ni tuxum bor, lekin ichida sarig'i yo'q. Ya'ni bunda embrion chiqmaydi. Borgan sari haftangizga mos bo'lib o'sib kattalashadi, lekin ichida bola qoladi. Ana hozir ichida tuxumchangiz bor. Ichida bola ham, uni oziqlantiradigan ozuqasi ham yo'q. Nimaga shunaqa bo'lgan? Buni aynan nimadan kelib chiqishini aniq bilib bo'lmaydi. Ba'zan mutatsiyalardan,